Mana bugun yana bitta Gentra'mizda bitta Tomaseti reduktorini qo'yganmiz. 250 ot kuchli, moshidagi konkretni chopib beradi. 220 konkretni taqab yurib beradigan. Spesial filtrlar qo'yilgan, chiroyli filtrlardan bunisi suv o'tkazib yormasligi uchun, bunisi ortiqcha har xil chang-panglarni o'tkazib yormasligi uchun visokoskоростной farsunkalar qo'yilgan. Hech qanaqa ortiqcha simlar ko'rinmaydi, ortiqcha simlar chiqib turmayapti. Tako akkuratniy, chiroyli qo'yib berilgan. Mana bu yoqdan salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismida ko'rinmaydigan, bilinmaydigan akkuratniy qilib, mana datchiki ham qo'yib qo'yilgan, mana ichkariga ko'rishingiz mumkin. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqa qismida balonimiz idealni, cho'tki turibdi. Mana yonida damkratlari ham hamma narsasi joy-joyida turibdi. Hech narsaga xalaqit bermayapti. Xalaqit berishi ham kerak emas-da o'zi aslida. Kimga shunaqa xizmatlarimizga kerak bo'ladigan bo'lsa, Megastarga Chirchiq Megastar kelaverasizlar.